Büyük mutafakkur Yusuf Has Hacib tug'ilganligining 1000 yillığı ve onun şahane eseri Qutatqu belik yazılganligining 950 yilligini xotirlash yuzasidan 1000 yil burun, 1000 yil keyin temasida xotirlash faoliyati o'tkazildi. Bu faaliyet muhaciratda yaşayotgan Uyg'ur qarindoshlarning millat söygüsini cho'nqurlashtirib, o'z kimligi, tarixi ve medeniyeti haqida o'ylanishini qo'lga keltirish, eng muhimi yosh avlodlarning dunyoda shon-u shavkat qozongan bu adib bilan tanishishi. Yusuf Has Hacibning shahona asri Qutatqu belikning asosiy mazmuni haqidagi tushanchisini cho'nqurlashtirishni maqsad qiladi. Bu faaliyet muhaciratdagi xalqimiz arasida Uyg'ur ruhini javlon qilish, Uyg'ur adabiyot san'atini gullantirish yo'lidagi bir qadamliq do'lqin bo'lib qolg'usi va davomlashqusi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huval awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah'ın iktidası yoktur. İntihası yoktur. Allah aşkardır. Yani mevcudatlıqni ko'rsatuvchi dalillar bilan aqllarga oshkordir. Maxfidir. Yani onu ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydi. Uning zotining mohiyatini tunishga aqllar erisholmaydi. Allah har narsani bilguchidir. Assalomu alaykum. Allah'ın sıfatları hakkındaki tefekkürünü Yusuf Has Hacib mundaq misralar bilan ifadelaydi. İçi taş biluvchi ey haqqul yaqin, ko'zimdan yiroqsan ko'ngilga yaqin. U yurmas, u yotmas, uyg'oq uxlamas, uningdan yiroqdir tasavvur qiyos. O'rin ul yaratdi, o'rin yo'q anga. Uningsiz o'rin yo'q ishongin bunga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. Yaratgan Rabbinin ismi bilan o'qigin. O insonni laqta qandan yaratdi. O'qigin. Rabbing eng karamlikdir. O qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Mehriban Allah Qur'anni ta'lim berdi. Uni hifz qilishni va tushunishni osonlashtirib berdi. İnsonni yaratdi. Uningga maqsadini tutirish uchun so'zlashni o'rgatdi. Allah Qur'oni Karimda o'qing deb bandisi va payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga vahiy qildi. O'qish va bilishni barliq insonlarning burchi va vazifasi qildi. Danışman Yusuf Has Hacib Kur'an-ı Kerim'deki ilahi hükmünü rahnamı tutup, onun ilhamı ve izni boyunca ilip bargan izleniş ve çunqur tefekkürünün meyvesi bolgan. Qutatqu belikte bolsa nahayet köp sahibi adırtır, bilim ilişinin muhimlik hakkında güçlük teşebbüs kılıdı. Kişiге yürür köp bilim paydası, bilim bilse insan aziz bolgusu.
Akıllık teriktor, akılsız ölük, akıl erini ayırır şoxul tembölük. Kişi tün kebi bir karanfı öydür, akıl bir çıraqdak onu yordur. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu ictenibu kesiran minel-zann. İnne ba'dal-zanni ism. Ve la tecessesu ve la yagtab ba'dukum ba'da. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Bir-biringlarning xayrligini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan kishining go'shtini yeyishni yoqtiramsizlar, uni yoqtirmaysizlar. Qur'oni Karimda musulmonlarda bo'lishga tegishli axloq mizollari ko'rsatilgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zining amaliyotida inson axloqining yuksak namunasini tiklab, Allohning Qur'oni Karimda a'udhu billahi mineşşeytanirracim ve inneke le'ala huluqin azim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen hakikaten büyük ahlakla egisan deb Medine'ye müşerref bo'ldi. İctimai ahlak meselesi, İslam dinida ahlak meselesi her bir Müslümanın kamil imani, çonqur bilimi, sağlam ruhi dünyası ve itaatmen hareketi bilen zich bağlanışlık bir meselesi sübtide qaraladi. Yusuf Xasacı Qutarğı birlikte Kur'an ve hadis şerifte qeyd qilingan isli ahlaki faziletlerini kızgın medyalaydi. Ve kişilerden güzel ahlaki faziletlerini yetiştirişini talep kılıp usulü İslam boyunca emr ma'ruf nehi munkar kılınır. Yani İslam'ın hakikatini düşündürüp yaxşılıkla davet kılıp yaman işlerden tosulur. O halal emgek kılış, sıhhi kişilerine xeyri sahavet kılış, kişinin hakkı xıyanet kılmaslık, İnat ittifak buluş, oğurluk kılmaslık, halal ve yakın durup haramdan geçiş, haset, gayvet, şikayetin saklanışını güçlük teşebbüs. İgiz pes, söz itma, turgun eğminip, zehirdir ularının göşi kalbilip, haset bir keseldir, davası uzak, özünü özüyep, sizler bu adak. Koşulma fitnexorga barma yakın, onun kim tildin çıkar ot çıkın. Goya isil altın, idi ihbar. Kişi yazı tozmaz bir gün, ne bir gün bir payan gülzar. Kitaphan kırsı gülzarga kalur heyran-ı mescikte. Pişit meyve yeni sansız kütergen şehi testikte. Udur ki merpet bağı bütün elge, işik aşkar. Udur ki merpet şahi tarafga kumru çaşqar. Tövende huzurumlarda hikmet ustazi Yusuf Xasacı. Bugün bir katta sualimiz var idi. Şunları düşündürüp koygan bolsanız. Dolu ballarım. Hani ben
tayyor. Buva, bendenim, endikimin ya Allah'ım. Demek çoğunuz qanday yaşaş bendenin ilkidimi yoki Allah'ın ilkidimi bu? Ben bu sualga cevap verişten burun manda bir buyukni sizlarga aytib beray. Bu dunyoning fazli bir husri mingdir. Qandaq o'tkizsa kishi u shundoq bo'lur. Bu deganlik dunyoda yo'l ko'p. Ammo eng to'g'ri yo'l faqat birla bo'ladi. Odam qandaq yashasa, uning natijasi shunda bo'ladi. Bug'doy tergan odam bug'doy o'riydi, teriq tergan odam teriq o'riydi. Teriq terib bug'doy o'riydigan ish yo'q. Allah her bir odamning vujudiga shunda bir buyuk iqtidorni mujassam qilgan. Uni faqat zo'r tirishchanlik, ko'rsatish va ko'p mushaqqat chekish orqali boyqadi va joriy qildi bo'ldi. Agar odam tirishmaydigan, izlanmaydigan bo'lsa, terilmagan etizdek hech qanday hosil bermaydi. O'zini bayqay olmay bu olamda o'tib ketadi. Şenlik ustaz, Allah'ın yaratışı menden yanlış, özünden diyen hükümetten mantısı şöyle. Şunda aqlıq bildirim. Dünyanın mahiyeti birla. Düşünç min xil bo'ladi. Hayotda birla bo'ladi. Lekin yashash ko'p xil bo'ladi. Bilish cho'nqurlashgan siri mohiyatga shuncha yaqinlashib boradigan gap bildirim. Dünyani tushunish, dunyoning sirlarini aytish uchun biliminglarni cho'nqurlashtirishinglar kerak. Bilib yetdinglarmi deyman, ha bolalar? Şundak ustaz, yine bir tal sualimiz var idi. Hoş, bunu soranlar. Çin ve doğru edim kandak buldu. Çin ve doğru adamның tili bilen dili birdek buludu. Bunda kişilerden Çin ve doğru yürükini algınıp elip koyup insanlar arasında uyalmay yürereydiği adamlardır. Bəxtlik ve hatırcam yaşayışının siri nime ustaz? Gafil bolmanglar, ömrünlerini mənsiz işler için hasan kılmanglar. Əslinglarni unutmanglar. Ko'nglingizni rus tutup Allah'a tegininglar. Rast so'zlash, va'dasida chin va ishonchli bo'lish kerak. Ochiq chiroy, illiq so'zlik, azgu qiliqlik bo'linglar. Shundala zaman sizlarga kulib boqdi. Odamning eng iyisini o'z jinini fido qilib, ulug' savob topadigan kishilardir, bolalar. Rahmet Yusuf Buva, bu kıymetli sözlerimizni her daim isimizde saklayınız. Yusuf Hacı kişilerni elge yaxşılık qilish, yaxşılık, bəxt talab qilish və yaxşı nam qaldırışqa ündəydi. Hem de bunda qilishni yaxşı adam bo'lishning oldingi sharti deb qaraydi. Olim o'zining jamiyat oldida o'tashga tegishli burchi, o'ziga qo'ygan talab maqsadi va orzusi sifatida o'z-o'ziga nasihat qilib mundaq deydi. Agar yaxshi bo'lmoq tilasang o'zing, yürü yaxşılık qil, qo'y o'zga so'zing. O'zing o'lsang oxir bu noming qolur. Eting yaxshi bo'lsa hayot tan berur.
Tövəndə huzurunlarga sunmaqçı bolğan nomerimiz aytishish. Kishilarga yaxshilik qilishning ahamiyati haqida. Avtori Zulhayat O'tkir, Musabay, Mustafa, Yunus qatorliqlar o'rinlaydi. Ağırla büşkəyərək qaldım qaranla. Baba elik səsini biləmsizlər? Oldu tik partodotdağın. Bilmez serçaşka kızma. Dəl özü, onun məndə bir şey o erik. Öyle hemen qalışlarga atansı pul birikə. Pul birikə. Mesela axla taşısa 10 korun. Kaçırsa 20 korun. Fısmekten ekilse 50 korun. Üzerine kırıyorsa 100 korun. Tüpede akıllı. Hoşçasının çiplerine 40'ı basaq. Bilemizler kaç korun aldık ya? Bilmemi sadaş, dəfəginin 500 korun. Vay vay, şıklı basaq həmlislərgə maaş birdikə. wow, erik acab baykına. Rasma şundaq mükə. Bah seni bonarlar şeylerin yakıp gitti dignadaş. Yoyam adaş, heyran qaldım şu. Toplar çüşmüşlər buladı. Erikli, bonusu, erikli. Dası şundaq pul börüp çok qılğandı. Ötkəndə mənim məktəbdə sözülgən vaxtıda Qutatqı birlikdə balalarını qandaq tərbiyələş haqqında naiti hikmətli sözlərini qaldırıb dikən. Bizning oyğu mədəniyyətimiz bilan şiliştirib qaldım ahirlər. Şu Yusuf Xas Hacı bonusun hikmətlərdən biyid. Deməmsizlər adaşlar bizni uygulaydı. Biyid başığınam sadaş. Sizləri biyid aylasın ahirlər. Mən başladım əmsə. Tilərnəb u əlgə öz nəfsini deməz. Yetkizgən nəb üçün bədəl közləməz. Bunun mənisi numadaş. Bunun mənisi dəbər yadaş. Bunun mənisi qışla qılğan yaxşılığa hərgiz bədəl tələb qılmasını kerek. Çullar mı dəbdikə on qulun qıran yaxşılıqni sol qulun bilmirsun də. Yusuf buğumuz 100 əsr burunla bugünkü işlerimizni bilib bopdiken. Yusuf buğumuzun sözləri hazır mı küçüyə egər onun mu çoğunlarının deyisice qanda qılğanda yaxşı bala bolğalı buludu. Qanda qılğanda yaxşı dada, yaxşı ana bolğalı buludu degen məzmunlar haqqında mı sözləri barkən. Ama bir dəbbirinlə şu adaşlar çanımğa izib alay. Ata əvike sınsa oğula köp, bulur bu oğlunu xoy peyli xop. Kimniki bulur əlgə oğul qızı, çıkıp ahvə həsrətdə yığlar özü. Kiçik çağda oğulunu koysa yava oğulda günah yok artığa capa. Oğul qızı xoy peyli bolsa yaman. Yaman bulur, ata bulur hamam. Bolsa erikli dostunlar bunu dəpirə. Bununla mı söz dəpirmən? Ata babalarımızın muşna kıymetli miraslarını kaldırıp diken. Şu Yusuf Xas Hacı buğumuzun nəsiyyətlərini isimizdə çoğ tutsaq, çoxum çoğ buğan çalda yaxşı bir adam buluruz. Əlbəttə şundaq buludu əldaşlar. Kilə axirlə aşındaq bolsun əmsə. Özü yaratqan g'oyibi personajlar eg'izidan odil qonun yurgizish, bilim, aql, farosat va axloqiy izzatlash
asosiy mazmun qilingan g'oyani o'ttirg'a qo'ydi. Tövəndə huzurumlarda 3 ko'rinishlik drama Xalqaniya davrani. O'rinlovchilar Nabitay, Muhammad Ablan, Muhammad Ahmadjon, Ibrohim qatorliqlar. Ey sahabet alileri, gipimge kulak sasılar. Bu kılıklarımın hemsinin mənisi var. Bu kılıklarımı bilip durup kıldım. Bunun ki maksat üzerinden mücaz kılıkımı tuturuştu. Alileri gözetken okulunda utlanmay, toplum suluklarının üzerinden yani iktisadetinden toplum başar şımlak bölümünde utlanmayla ilgili tuturuştu. Şuna bunun mücazimge bu ayet oldu dediğin simbek maskeye geldi. Bana gülüp qarğınızda güzel ünvağanligim vaxt degan xuddi qarğın geçiyordu. Kim qılıb şunu tutdu degan bişaret değil. Qaytsız qılğınızda yüzünü örvağının bana köp işlemeslikni vaxtının tezden yüzünü örüydanligini ifadeyim idi. Olmaz. Tolu sözler kazanmış oldu. Çok gel. İyi para alacağım. Kun doğdu ilik bilen ögdülmüşnün söhbeti. Kun doğdu ilik ögdülmüştün soraydı. Hoş geldin ögdülmüş. Kun doğdu 3 putluk bir kursida o'ltirgan bo'lib, qo'lida yo'g'on bir xanjar, o'ng yeniga shakar, so'l yeniga zahar to'ldirilgan qoch qo'yilgan edi. O'gdilmish. Huzurlarga bizni qabul qilganlarga ming martaba rahmat. Oliylari, bu o'ltirgan holatlarni bir tushundirgan bo'lsalar taqsir. Kun to'xdi. Buni bilishinglar kerakki, men degan kun to'xdi ilik, adolat ve kanun deganlikdir. Men o'ltirgan bu kursi 3 putluk. 3 putluk narsalar oson qaymaydi, yiqilib tushmaydi. Qonunmi tuz, egilmaydigan bo'lish kerak degan ma'noda. Qo'limdagi xanjar bo'lsa, oldimga kelgan da'vochilarning ishlarini pichoqda kesib berman degan ma'noni bildiradi. O'ng yenimdagi shakar bo'lsa, agar ularning ishlarini adil hal qilib bera olsam, xuddi shakar yavalgandek chiroyi echilib ketadi. So'l yenimdagi zahar bo'lsa, agar boshqalarni bo'zaq qilib yurganlar bo'lsa, mening rahimsiz buyruqimni anglagandan keyin zahar yavalgandek bo'lib ketadi. Qonun oldida hargizmi yuz qaramayman. Mayli o'g'lim bo'lsimi, urug' tuqqanim bo'lsimi. O'gdilmish. Ha, endi tushundim bu holatingizni. Odatda kishan yomon illat, yomon xuy payil, yomon narsalarga qatılgan. Lekin Yusuf Xosajib o'g'limiz bilimni kishan asirlagan. Buni tushunmak bir qadar qiyin. Chunki bilim odatda biz yaxshiroq tasvirlagan. Lekin Yusuf Xosajib o'g'limiz bilimni bir kishan degan. Nima uchun? Odamda bilim bo'lgan vaqtida oq qorni farq eta olamiz, adolatni nimaning adolat emasligini farq eta olamiz,
hem yaxshi yomonni farqlaymiz. Bilim bo'lgan ahvolasida biz hechimiz qaygan, putimiz qaygan ishlarni qilamiz, aqlsizlik qilamiz. Buning hammasi bilim bilan kontrol qilinadi. Bilim bilan yaxshini deb chiqalaymiz. Oldin ish qilamiz degan gaplar. Demak, bilim bir tarafdan odamni oldin o'rgatsa, yana bir tarafdan odamning yomon illatlarini to'sadigan ishondir. Shuna Yusuf Hasaji bo'lmiz bilimni ishonch bilan to'sadigan taraflari bo'lgan. Ha, endi tushundim dada. Odam o'g'li o'tmas yolg'iz jakkita. O'zing bunda yolg'iz og'ilmasmisan. Bu nima degani? Menimcha bu odamlar yolg'iz yashmaydi. Do'stlari bilan o'tish kerak degan gapku deyman, ha? Albatta o'g'lim, to'g'ri dedim. Chunki inson bu dunyoga kelgan ekan, bu hayotni yolg'iz yashab o'tmaydi. Bu qaramoqqa hayot qisqa bo'lsinmi degan uzun bir musofa. Bu jarayonda do'st birodarlar bilan, qarindoshlar bilan ham o'z yaxshi ko'rgan odamlar bilan yashaydi. Do'st farqli bo'ladi. Odamning do'stning ichida yomoni bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Shunga asosan Yusuf Hassaj o'g'limizning o'zi yaxshi odam bilan do'st bo'lishni tavsiya qilgan. Shuni ajdodlarimizda yomonga yo'liqsang qazan yo'liqsang qarshi yuqori, yomonga yo'liqsang yomon yuqori degan bir hikmat so'z bor. Dal bu she'r o'zimi mushu ajdodlarimizning qolgan bu so'zni tushuntirmagan. Shuni do'st tanlashda cho'qim yaxshi ma'noga dikkat qilish kerak. Dada, tövende Yusuf Hasaji buğumuzun adamlarını kılgan nasihati var iken, şu sonunda oturgan adamlarını bu üstün nasihatlerden sunmamdık dada. Elbette so'zlaymiz. Chunki atamla balalarning ulgusi, atamla balalarning aynigi. Balalar kichik tatib atamlarning harakatlarini, so'zlarini ko'rib ham anglab cho'ng'iladi. Atamlar xato qilsa, atamlarning xatolasini o'rganadi. Atamlar to'g'ri qilsa, to'g'risini o'rganadi. Bilimlik atamlarning balları bilim intilgan bo'ladi. O'g'rining balasi o'g'ri bo'ladi degandek narsa bor. Chunki balalar atalarni ulug' qilish uchun atalarning har bir yomon ishlari, har bir yomon harakatlari balalarga ta'sir qilmay qolmaydi. Shuna atalar cho'qim balalarni tarbiyalashdan ilgari o'zimizni tarbiyalashimiz kerak. O'zimiz yaxshi o'rganishimiz kerak. O'zimiz aql o'rganishimiz kerak, bilimli bo'lishimiz kerak. Hech qanday uni qilmasak, to'g'ri ong yetishimiz kerak. To'g'ri yo'l minishimiz kerak. Bayan balalarimiz ham albatta yo'l arqi qildi. Ammo unishga bir narsa yo'l qaysi to'g'ri. Demak, biyer demak bo'lgan narsa atalar cho'qim balalarga ilk bo'lib, balalarning yaxshi odam bo'lishiga aylanib kerak. Yana qolgan Dada, ko'p gapirgan yaxshimi yoki oz gapirgan yaxshimi? Sizcha qanday? Albatta oz gapirgan yaxshi. Chunki ajdodlarimiz davomli o'zining ilmiy hikmatlarini kitobda deydi. Az gapir, ko'p anglar. Uyg'urlarda bir maqol tamsil bor. Til yugurigi boshqa, put yugurigi boshqa deydi. Mushu so'zning o'zida odamning oz gapirish kerakligini tushuntirdi. Az gapirgan vaqtida oz xato qiladi. Ko'p gapirgan vaqtida odam ko'p xato qiladi. Demak, gap qancha oz bo'lsa behisob bo'ladi. Biz gapning ahamiyati gapning jiqilida emas, balki uning ma'nosida. Az gapirsak-mu, ma'noli so'z gapirishimiz kerak. Ko'p anglash kerak, oz gapirish kerak. Tushundingiz bo'ladi. Tushundim, rahmat dada. Rahmat bolam, rahmat barliq ko'pchilik ana hayvonlarga. 16 asrda yashab o'tgan Angliya olimi Beko bilim kuch degan hikmatli so'zni qoldirib ekan. Lekin bundan yana 500 yil ilgari bizning Yusuf Hasaji qavmimiz bilim baxt keltiruvchidir degan bir nazariyani o'tirib qo'yib o'tdi ekan. Yusuf Hasaji qavmimiz davlatni bilimli kishilarga boshqarish kerak. Hokimiyat ustida bilimli odamlar o'tirish kerak. Shu chog'da bu davlat ro'noq topa oladi degan. Bu ideya hozir oddiy bir
Karxanalar Sulaltısı dəvrində Yusuf Xas Hacib degan bir boğumuz yaşayan ekan. Yusuf Xas Hacib boğumuz 1919-cu yılı Karxanalar Sulaltısının paytaxtı bo'lgan bala sağında tuğulub, keyin Qashqarga kelib, madrasada o'qib, bilimlik, qobiliyatli, axloqli inson bo'lib yetishib chiqibdi. Va 1086-yılı Qashqarda vafot bo'ldi. Yusuf Xas Hacib boğumuz yaşayan davrda Karxanalar Sulaltısı Şərqi və Qərbi iki qismə bölünüb ketgan bo'lib, orta ichida nizo, davlat ichida urush, nurg'un qalamqachalar yuz bergan chog'lar bo'lib, Yusuf Xas Hacib boğumuz o'zining aziz vataniniga bundoq munqariz bo'lib ketmasligini, vayron bo'lib ketmasligini o'ylab, 50 yoshga to'lgan chog'ida Qutatqu bilik, ya'ni baxit keltiruvchi bilim degan asarni yozib, shu chog'dagi Karxanalar Sulaltısınınki parçası bo'lgan Tavg'ash Bo'g'raxonga so'qibdi. Parçaga bu asar intayin yarab ketibdi. Va Yusuf Xas Hacibga Xas Hacib degan unvonni beribdi. Xas Hacibning ma'nosi alayli maslahatchi deganlik bo'lib, shundan keyin Yusuf Xas Hacib o'rnida xizmat tushibdi. Va u yozgan bu go'zal asar maktablarda, madrasalarda ta'sirlab o'tilibdi. Shundaqlar shundan keyin nurg'un parchalar davlat boshqarishda Qutatqu bilikni qo'llanibdi. Qutatqu bilik dastoni bizgacha yetib kelgan yil davri aniq bo'lgan saf Uyg'ur tilida yozilgan bizning qimmatli yozma merosimizdan biri. Qutatqu bilik dastonining bizgacha yetib kelgan qismlaridan Fergana nüsxası hazır Özbekistan saklanmakta. Andın Kahire nüsxası Mısır saklanmakta. Andın Vina nüsxası o Vina'da var. 3 xil nüsxası bizga yetib kelgan. Qutatqu bilik dastanida Padşah kun to'ldi, vazir oy to'ldi. Andın vazirning o'g'li Ögdülmüş, Ögdülmüşning qarindishi Ögdülmüşdan iborat 4 asosiy personaj bor bo'lib, bu asar bu 4 personajning dialoglari, so'zlari orqali ilib berilib, nurg'un ta'lim nasihatlarni bizga qoldirilgan. Buningda matematika, tabiat ilmi, din, jamiyat, davlat boshqarish nurg'un sohalarda qimmatli bilimlar qoldirilgan. Bolalar Yusuf Xas Hacib boğumuz tug'ilganiga bu yil 1000 yil bo'ldi. Qutatqu bilik dastoni yozilganligiga 950 yil bo'ldi. Hozir boğumuz Yusuf Xas Hacibning qabrisi bo'lsa, vatanimiz Sharq Turkistonning Qashqar shahrida saqlanmoqda. Kunlarning birida vatanga berib qolsaqlar, boğumuzning qabrisini ziyorat qilishni unutib qolmanglar. Kişi itibarlı olur. Takabbur kişi büyüklüğe erişemiyor. Tamahurlarga yakın olma. Şu bilsiz ki o sana düşman olur. Tamarsız dost tutkun olanğa işergin ve kaygısız yaşar. Dostlar koşarlar ve kaygıda yaxşı yamanlıkta kişiye hemdemde bulunur. G'aybatxo'r kishiga qitilma, yiroqtur. G'aybatxo'rdan tilda o't kuydi. Dunyoda fitna fasadlari g'aybatxo'rdan chiqadi. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Sizlarga bo'lmas Yusuf Hacibning nasihatlaridan o'qib beraman. Sözü yalğanның qilmishi jafodir. Kim hayotlik bo'lsa, uningga butun ishlarni topshir. İnsan hayo bilan yomonlikni ishkini etadi. Faqat kulida o'tirishni inson
Tangırtaq bakırda Tarim koynuda Yaşıgan köpligen ilim serdari Ulanın içinde tulumu yanrak tulumu yanrak Yusuf Hacib'nin mübarek nami Yaşanan köpligen ilim serdari Ulanın içinde kulumu yanrak Yusuf Has Hacib'nin mübarek nami Ulanın içinde kulumu yanrak Yusuf Has Hacib'nin mübarek nami U yazgan şah eser tatlı bilik Merifet ahlige ukuşluk kitap İlim pen boyunca nusrat kuchni Üget güç desturu kımmet bisap Yusuf Has kaldırgan tatlı bilik Mirastur Uygurga mesküçilik Yusuf Has kaldırgan tatlı bilik Mirastur Uygurga mesküçilik Okuduk evlatlar 10 esir Kanmıdık bergen şerbetni içi Capalık tünlerde davanlar açtı Turgaç o meşeldek parlak nur çeçi Capalık tünlerde davanlar açtı Turgaç o meşeldek parlak nur çeçi Bugün pen texnika berk urgan dünya Bergüç bilikke teximi muhtat İlim pen beygidin çıktımız galip Tatku biliginin varisi Balgat Yusuf Has kaldırgan tatku bilik Mirastur Uygurga mesküçilik Yusuf Has kaldırgan
tatlı bilik mirastur Uygurga meskutçilik